Bu haqqa amal qilaman deganlarga ana shunaqa pastkashlarni gijgijlaydiganlar har doim topilar ekan. Agar odamlar haqni xohlashganida, ilmni, ahli ilmni agar yaxshi ko'rishganida Imom Buxoriy o'zini yurtidan haydalmagan bo'lardi. Chunki bizning vazifamiz faqatgina eslatishlik, yetkazishlik. Fazakkir innama anta muzakkir lasta alayhim bimusaytir. Siz eslating, siz faqatgina eslatuvchisiz, siz ularning ustida hukmronmassiz dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka-i Mukarramada 13 yil davomida kecha-yu kunduz pinhona-yu oshkora tinmasdan da'vat qilib odamlarga haqni yetkazar ekan, islomni juda kamchilik qabul qildi. Rivoyatlarda keladi, mana shu 13 yil muddat da'vat qilinishlik natijasida bor yo'g'i 70 kishi islomni qabul qildi deyiladi. Bu muddat davomida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka mushriklaridan juda ko'p qarshiliklarga, ta'ziqlarga uchradi. Va u kishi bilan bo'lgan ashablari ham mushriklar tarafidan ko'p zulmlarga uchradi. Illo bir obro'li qarindoshi borlar yoki kimdir himoyasiga olganlar omonda bo'lardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yagona himoyachisi amakisi Abu Talib edi. U kishi garchi islomni qabul qilmagan bo'lsa-da, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni himoya qilishga harakat qilardi. Risolatni 10-yilga kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ayoli Hadicha onamiz vafot qildi va amakisi Abu Talib ham vafot qildi. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kofirlarni zulmi, ta'ziqi bir necha barobar kuchayib ketdi. Va u kishi bilan birga bo'lgan ashablariga ham mana bu mushriklarning zulmlari juda qattiqlashib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni himoyasiz qolganini ko'rgan mana bu din dushmanlari o'zlarini qabohatlarini kuchaytirishdi. O'zini yurtida islomga amal qilishlik imkoniyati qolmaganini ko'rgandan keyin, odamlar islomni qabul qilmasdan qotib qolganini ko'rgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam risolatning 10-yilida Makkadan taqriban 100 kilometr uzoq bo'lgan Toifga boradi. Bu yerga borib odamlarni haqqa, islomga da'vat qiladi. Ularni katta-yu kichigini da'vat qilib, u yerda 10 kuncha qolib ketadi. Lekin odamlar islomni qabul qilishmaydi. Aksincha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga juda qo'pol muomala qilishadi. Rasululloh u yerdagi qabila boshliqlarini ba'zilari bo'lgan 3 aka-ukal bilan gaplashadi. Ularga islomni taklif qiladi. Shunda ularni birinchisi aytadiki, agar sen payg'ambar bo'lsang, men Ka'ba po'shini yirtib tashlayman deydi. Ikkinchisi aytadiki, Alloh taolo sendan boshqa odam topmabdimi payg'ambar qilishlikka deydi. Uchinchisi, men sen bilan gaplashmayman deydi. Agar o'zing aytgandek payg'ambar bo'lsang, men sen bilan gaplashishimdan ko'ra buyukroqsan deydi. Agar yolg'onchi bo'lsang, yolg'onchi bilan gaplashib nima qildim deydi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, qilar ishni qildinglar, endi buni sir saqlanglar deydi. Hech kimga aytmanglar deydi. Toif ahli Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi o'zlarini kichkina yosh bolalarini va espas, pastkash odamlarini qayrab qo'yadi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kalaka qilib, toshbo'ron qilib quvlashadi. Toshbo'ronning natijasida Rasulullohning oyoqlari yorilib, kavushlari qonga to'ladi. Uni himoya qilmoqchi bo'lgan Zayd ibn Horisa radhiyallohu anhu ni boshlari yorilib, badanlari yorilib, qonga belanadi. Subhanalloh, odam zoti shu darajada bo'ladimiki, unga Robbisi tomonidan rahmat qilib yuborilgan zotni toshbo'ron qilsa. U zot sendan pul so'ramasa, haq talab qilmasa, seni majburlamasa, senga shunchaki saodat hayotini taklif qilsa, uni toshbo'ron qilasanmi? Haqni qabul qilmasang qilma, nega senga haqni taklif qilgan odamni kalaka qilib, haqorat qilib toshbo'ron qilishing kerak? U kishi senga shunchaki taklif qildi-ku, qayerdan shunchalik razolat? Inson iymoni bo'lmasa shu darajada pastga tushib ketadimi?
Mana bu holat o'qigan yoki eshitgan odam o'zini boshidan o'tkazmaganligi uchun unchalik vahima tuyulmasligi mumkin. Lekin aslida tafakkur qilib, tasavvur qilib ko'rsa, bu juda bir og'ir holat. Alloh tarafidan haqni olib kelsangu, odamlar nima uchun yaratilganligini bilmasdan, tushunmasdan o'tib ketayotganligini ko'rib, ularga rahming kelib, ularni oqibatdan ogohlantirsangu, ular seni tushunmasdan haqoratlab, toshbo'ron qilsa, mana bu holat juda bir og'ir holat. Buni boshidan o'tkazgan odam juda yaxshi tushunsa kerak. Mana shu Rasulga ergashgan kishi, bu Rasulga ergashganligi sababli ana shu kishini boshiga yetgan g'urbatlar, buni ham boshiga yetgan kishilar mana bu holatni juda yaxshi his qilsa kerak. Buni o'sha Qur'onni Allohning kalomi deganligi uchun o'zini yurtida qamalib, kaltaklanib, o'zini musulmonman deganlar tarafidan tahqirlangan Ahmad ibn Hanbal rahmatulloh alayh juda yaxshi tushunsa kerak. O'zini yurtidan, tug'ilib o'sgan joyidan, Buxorodan haydalib Samarqandga kirgizilmagan Imom Buxoriy mana bu narsani alam achchig'ini o'zida his qilgan bo'lsa kerak. Diniga amal qilaman degan olimlar yurtlariga sig'maganida mana bu narsani, holatni qanchalik og'irligini juda bir yaxshi his qilgan bo'lsa kerak. Hozirda ham musulmon bo'lganliklari uchun yurtlariga sig'mayotgan, azobi uqubatni hamma turini totayotgan, ochlikdan o'layotgan Falastin ahli bu holatni juda yaxshi his qilsa kerak. Bu holat shu darajada og'irki, hattoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zini haqligini 100% bilsa ham, u kishiga Alloh tarafidan ochiq oydin vahiy nozil bo'lib turgan bo'lsa ham, mana bu holatdan juda qattiq ta'sirlandi. Hattoki bir kuni Oysha onamiz u kishidan so'raganlarida aytdiki, ya'ni Oysha onamiz so'radiki, "Ya Rasululloh, sizga Uhud kunidan ko'ra og'irroq kun bo'lganmidi?" deb so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, "Ha" dedi. "Sizni qavmingizdan ko'p aziyatlarni ko'rganman" dedi. "Bulardan eng og'iri Aqaba kuni edi" dedi. Ya'ni o'sha Toifdagi voqea. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu darajada g'amga tushib qolgan ediki, boshini ham qilgancha ketaverdi. Hatto Rasul Salab degan joyga qanday yetib borganimni bilmay qoldim dedi. Qarasam dedi, Rasul Salab degan joyga yetib qolibman dedi. Mana bu joy Toifdan 50 kilometr uzoqda joylashgan. Allohning sunnati shu ekan. Haqqa amal qilaman, haqni insonlarga yetkazaman degan kishilarga qarshi chiqadigan nodonlar har zamonda topilar ekan. Bu haqqa amal qilaman deganlarga ana shunaqa pastkashlarni gijgijlaydiganlar har doim topilar ekan. Shuning uchun mana bu Rasulning yo'liga ergashaman degan kishilar bilsinki, ularga ham mana shu kunlar kelishligiga. Chunki insonlar agar haqni yaxshi ko'rishganida, ilmni, ahli ilmlarini hurmat qilishganida Imom Buxoriy o'zini yurtidan haydalmagan bo'lardi. Agar odamlar haqni xohlashganida, ilmni, ahli ilmni agar yaxshi ko'rishganida Imom Buxoriy o'zini yurtidan haydalmagan bo'lardi. Agar odamlar haqni yaxshi ko'rganida dunyoda botilni bozori har doim chaqqon bo'lmas edi. Agar odamlar haqni xohlashadigan bo'lganda, ilmni, ilm ahlini qadrlashadigan bo'lganda Buxoriy o'zini yurtidan haydalmagan bo'lardi. Agar odamlar haqni yaxshi ko'radigan bo'lishganida dunyoda botilni bozori doim chaqqon bo'lmas edi. Agar odamlar nafslariga, havolariga agar ergashadigan bo'lmaganda Abu Hanifa rahmatulloh alayh qamoqda kaltaklanib vafot qilmagan bo'lardi. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni siratidan andaza olaman deganlariga yuqoridagi voqeada bir necha ibratlar bor. Ularga yaqinlari tarafidan bo'ladigan qarshiliklar, ota-onasidan, mahalla ko'yidan, hattoki vataniga sig'may qolishliklar. Bu imtihon, balolarni eng kattalari payg'ambarlarga kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'rashgan edi, musibat, balolarning eng qattiqlari kimlarga keladi deganida nabiylarga deb javob bergan edi. Keyin din yo'lida, haqni yetkazishlik yo'lida yetadigan musibatlarga sabr qilish va davom etishlik. Haqni yetkazishlik agarchi hech kim qabul qilmasa ham. Chunki bizning vazifamiz faqatgina eslatishlik, yetkazishlik. Fazakkir innama anta muzakkir lasta alayhim bimusaytir. Siz eslating, siz faqatgina eslatuvchisiz, siz ularning ustida hukmronmassiz dedi.
Va yana Asr surasining ma'nosida aytadiki, inson zoti borki, xusronda, ziyonda deydi. Faqatgina iymon keltirganlar va solih amallarni qilganlar va haqqa da'vat qilganlar va mana shu yo'lda keladigan musibatlarga sabr qilganlar deydi. Haqqa amal qilishlik va uni yetkazishlik yo'lida har qanday imkoniyatdan foydalanishlik, bir joyda to'xtab qolmaslik, qarshiliklar, g'am-g'ussalar sababli to'xtab qolmaslik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hamma kishi unga qarshi bo'lganda ham to'xtab qolmadi. Jasadiga, ruhiyatiga yetgan aziyatlarga qaramasdan yo'lida davom etdi. Haqni yetkazishlikda bardavom bo'ldi. Jasadiga, ruhiyatiga yetgan ta'ziqlarga qaramasdan nima imkoniyat bo'lsa, shuni qilib haqni yetkazishlikda davom etdi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlikni nasib qilsin. Va oxiratda qaniydi Rasul bilan birga yo'l tutsamidi deb nadomat qiladigan kishilardan bo'lib qolishlikdan o'zi saqlasin.